Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Ertaga O'zbekistonning qaysi viloyatlarida yomg'ir, qor yog'ishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 11-mart kuni qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida kechasi biroz qor yog'ishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 1-3 daraja sovuq, kunduzi 2-4 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 7-10 daraja sovuq, Ustyurtda kechasi 11-13 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, Navoiy viloyatida. Cho'l hududlarda esa 5-10 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida kechasi ba'zi joylarda biroz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-3 daraja sovuq, kunduzi 2-5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechasi Qashqadaryo viloyatida ba'zi joylarda biroz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida kechasi ba'zi joylarda biroz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik asosan qor ko'rinishida, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 10-15 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq bo'ladi deyiladi prognozlarda.